Qo'lingga siyoh tegibdi shekilli. Kulding-u. Xobin. Keyingi mijoz. Mendan keyin hech kim yo'q. Bu men kulvordi. Kulganingni aniq ko'rdim. Manmi? Qachon kulibman? O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku axir. Kulganim yo'q dedim-ku. Yuzingda kulgichlarni aniq ko'rdim. Kulguchlarimni o'zi shunaqa turadi. Endi esa ket, bandman. Mendan boshqa hech kim yo'q-ku. Ahvollaring yaxshimi? Ozdingmi? Aytmoqchi. Muharrir yo'llaganingni ko'rgandim. Ha, umi. Qiz bola ekanmi? Nimaga bunaqangi gapiryapti? Telefonam bunchalik qo'rqinchli ko'rinmagandi. Muammo nimadaligini bilmasam ham, lekin tushuntirishga harakat qilaman. U maktabda birinchi kurs, ismi esa Geul, familiyasi Iye. Xuddi yungli hayvonchaga o'xshaydi. Nahotki muharrir yo'llash fikri yomon bo'lgan bo'lsa,